Qaranglar, kimdir ana shu xalqning raisga vrajeniyaga ko'rsa qo'rqadi son kitobda, lekin qiyin deb o'ylaydi. Masalan, vashi boshqa usulni o'rgataman, testdan keltirib chiqarib javobini. U kalalar ishlamasa qilinglar. Atak buni yechishni bilasak, to'g'rimi? Xo'p, bu qanaqa usul? A ga son qiymat qo'yaman. O'zim xohlagan birorta sonni qo'yaman. Masalan, A ga 2 qo'yib bilamanmi? Mana bu yerga maxraj 0 bo'lishi mumkinmi? 1 qo'ysam bo'ladi. Xo'p, A ga olaman deb 1 ni olaman. 1 ni olib mana shu o'rniga qo'yib hisoblayman. Keyin qanaqadir javob chiqadi-ku. Javob chiqdi. Masalan, 10 degan javob chiqdi. Ana shu olgan birimni javoblariga qo'yib chiqsam, qaysi biriga 10 chiqsa, o'sha javob to'g'ri bo'ladi. Matematika logikasi bor. Nima demoqchiligimni tushundingizmi? Xo'p, endi 1 ni qo'yib hisoblab o'tirib vaqt ketadi. O'sha uchun undan ko'ra algebra yaxshi o'qigan bo'lsangiz, qissalarsiz bo'lardi. Mana buni ko'paytirishga ajratib bo'ladimi? Nimaga ajraladi? Ana shu qilsangiz. A 4 ayrilgan a kvadrat nimaga teng? To'g'ri. A mana buni ko'paytirishga ajratib bo'ladimi? Bo'ladi. 2 ni olib chiqsa. Demak, mana buni o'rniga 2 minus a, to'g'rimi? 2 plus a yozsak bo'ladi. Buni o'rniga 2 ni olib chiqsak, mana bu yerda 2 qoladi. 2 ni olib chiqqanimiz uchun plus a. Nimaga mana bu yerda 2 qoldi, 2 ni olib chiqsak? Bu degani bo'linadi degani. Tushundingizmi? Demak, 2 ko'paytirgan 2 plus a. Endi umumiy maxrajni topishni bilasizlarmi? O'zi qanaqa? Demak, bu yerda a plus 2, a plus 2 bor. Demak, bu yaxshi. Buni olmaymiz-a? Olamizmi? Bor, to'g'ri. Demak, mana bu yoqqa nima yetishmaydi? 2 yetishmaydi. Bu yoqqa nima yetishmaydi? 2 minus a yetishmaydi. 2 bor. Endi men buni qilaman, pastga yozaman. Birinchi ishni tipa qavs ishini bajarib olaman. 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 ami? Ayrilgan. Qaranglar, a minus 2 ni 2 minus a ga ko'paytirish kerak. Mana bu yerda qavsni men minus turibdi. Qavs ochaman-da, ko'paytiraman. A ni 2 ga ko'paytiraman. 2a. Tushundingizmi? A ni a ga ko'paytiraman minus a kvadrat. Mana bu yerda minus bilan. Minus 2 ni 2 ga ko'paytiraman. Minus 4. Minus 2 ni minus a ga ko'paytirsak nima bo'ladi? Plus 2a bo'ladi. Hamma ko'pchilik mana qavsni ochmasdan turib shuni yozib ketadi-da, bu yerdan yerda xato qiladi hamma. Lekin mana bu yerdagi minus bor, o'sha uchun e'tibor berib anaqa qilish kerak bo'ladi. Salohiddin qarab o'zgaga. Sirojdan doskaga qarab. 30 olib qo'yaman. Xo'p, tushunarlimi? Bu tepasini yozdim. Endi pastda nima turibdi? Boya umumiy maxraj. 2 minus a, yana nima bor edi? 2 plus a, yana nima bor edi? 2 bo'ladi. Endi ana shuni ochishni bilasizlar. Qavs yonida minus bo'lsa nima bo'ladi? Ishorasi teskari. Demak, mana bu 2 ga 2 ni qo'shsak o'zi necha? 4a. Nol emas, minus yo'q qoladi. 4a. 8 tadan 4 ta ayirsak nechta qoladi? 4a. Og'zak qoladi. Mana bu yerdagi minus a kvadrat mana minus bilan plus a kvadrat bo'ldi. Men boshqa yozaman, chiroyliroq bo'lsin. Mana bu yerdagi minus 4 bilan mana 4 nima bo'ladi? Plus 4. Pastida mana 2 minus a, 2 plus a bo'ldi. To'g'rimi? Yana 2 ham bor. Ammo buni o'zim soddalashtirsam bo'ladi-ku. Bu a plus 2 ni nimasini beradi? Kvadratini beradi. Demak, a plus 2 ni kvadratini yozaman-da, mana bu yerda. 2 minus a yoziladi. 2 plus a yoziladi, ko'paytirilgan 2. Ammo bu bilan bu qisqarib ketadi. Demak, bu eng oxirgi soddalashgan javob a plus 2, 2 minus a ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Birinchini tushundingizmi? Xo'p, ikkinchi ish. Demak, mana shu narsani a plus 2 bo'lingan 2 minus a ko'paytirilgan 2 nimaga ko'paytirishim kerak? Yo'q, bo'lishim kerakmi? Mana shunga ko'paytirishim kerak. Mana 4 taqsim a plus 2. O, eng zo'r joyi. Mana qisqarib ketadigan chiroyli joyga keldi. Ko'rdingizmi? Mana bir xil tepa bilan past qisqarib ketadi. 4 bilan 2 qisqarib ketib, bu yerda 1 qoladi. Bu yerda necha qoladi? 2. Demak, bu yerda 1. Keyin ko'paytiraman. 1 kara 2, 2. Pastiga 1 kara mana bu narsa 2 minus a. Tamom, mana shu narsani topdim, to'g'rimi? Uchinchi ish bo'lsa mana 2 taqsim 2 minus a ayrilgan a taqsim 2 minus a. Tamom, umumiy maxraj bir xil o'zi. O'g'atni qaranglar. 2 minus a turibdi. Tepada ham 2 minus a bo'ladi. 2 minus a ni 2 minus a ga bo'lsak 1 chiqadi minus 1mi? 1 chiqadi. Tushundingizmi? Algebra o'rgangan narsasi. Endi son qiymat bermay eshitsak bo'ladi, lekin u uchun agar kasrlarda qayerdadir bitta joyda xato qilsalaringiz, hammasi xato ketishi mumkin. O'sha uchun xato qilmasdan topish usullarini o'rgataman men sizlarga. Qaranglar, ikkinchi usul. A ni o'rniga 0 qo'yib bilamanmi? Yo'q. Nimaga qo'ya olmayman men bu yerga? Sabab 0 chiqmaydi-ku. Maxraj 0 bo'lsa bo'ldi, tamom, nima farqi bor? A teng 0 deyman.
Hisoblayman javobini. 0 ni qo'yib hisoblayman ikkinchi usul. 0 ni qo'ysam nima bo'ladi bet? 0. Betga 0 ni qo'ysam necha bo'ladi? Mana bu yerda minus bilan mana minus plus bo'ladi, to'g'rimi? Plus 2 bo'lingan 4. 2 ni 4 ga bo'lsang necha? 1 taqsim 2 mi? Tushundingmi ana joyini yoki yo'q mana shu joyini? Tipa A ni o'rga mana bu to'g'ri 0 bo'lib ketadi polniy. Bu yoqqa 0 ni qo'ysam mana minus 2 bo'lingan 4 bo'ladi. Chunki 2 karra bu mana shu. Endi buni hisoblasam 2 taqsim 4 bo'ladi. Bu 1 taqsim 2 chiqar ekan, mana qavs. 0 ni qo'ysam 4 taqsim 2, to'g'rimi? 1 taqsim 2 ni ko'paytiraman nechaga? 4 taqsim 2 ga. Bu 4 ta 1 chiqar ekan, mana javobigacha 4 chiqdi. Mana bu yerga 0 qo'ysam necha bo'ladi? 0 ni qo'yasam, javobi 1 chiqadi. Demak, ani o'rniga 0 ni qo'ysam 1 chiqadigan javob. Birinchisiga ani xato. Ikkinchisiga ani o'rniga 0 qo'yaman. 0 ga bo'lsam bu 0 chiqadi. O ani xato, tamom. Zo'r vashi. Mana bu yoqqa 0 qo'ysam, 3 taqsim 2 bu ham xato. Bu 2 umuman 1 degan javob tamom 1 deyman. Tushunsan oson usulni. Aniqmi? Yaxshi, bo'ldi, ko'chirib olaylik.